Yana qizmi? Qachon endi bunday pahlavonday o'g'ilni dunyoga keltirasiz? Odamlar nima deydi? Tanish jumlami? Men ham katta qizimni dunyoga keltirganimdan keyin keyingi farzandim o'g'il bo'lishni juda ham istaganman. Odamlar nima deydi? deya. Va qarangki, Alloh marhamatini ayamadi va alhamdulillah yana homilador bo'ldim. Shunda bu farzandim albatta o'g'il bo'ladi deya ishondim. Ammo ma'lum bir muddat o'tgandan keyin o'zida boshqa xulosani aytdi, ya'ni qizaloq. Yana qizim. Odamlar nima deydi? Bu fikr meni qayta yo'qlab kelayotgandi. Odamlar mendan meni olib qo'yishgandi. Alloh esa mendan farzandimni olib qo'ydi. Odamlar nima deydi deb men qizalog'imdan ajralib qoldim. U dunyoga kelmay turib bu dunyoni tark etdi. Men esa odamlar nima deydi degan fikrni tark etdim. Chunki aslida mening hayotimda odamlar emas, men borman. Sizning hayotingizda siz borsiz. Bizning hayotimizda biz bormiz. Buni qachon angladim? Qanday angladim? Istoriyamni kuzating, barchasiga javob beraman. Agar ulgurmagan bo'lsangiz, plyusni izohlarda qoldiring, albatta javobini olasiz. Odamlar nima deydi? Katta bo'lib qolding-ku, qachonga to'yindi?